Assalomu alaykum. Bugun Ramazonning 2-kuni. Bugun bir go'shtli taom tayyorlashni birgalikda o'rganamiz. Go'shtlarimizni yuvib, qattiq kesib olib, chekish yordamida urib olamiz. Issiq suv ezilgan yog'larimizni 4 burchakda o'rab olamiz. Go'shtlarimizga qo'yib, bolgarskilarni qo'yib turib, rulet shaklida o'rab olamiz. Ruletlarimiz ochilib ketmasligi uchun zubachistka yordamida ularni mahkamlab olamiz. Biz hozir bulgur pilav tayyorlab olamiz. Bulgur bu turklarning birinchi desam bo'ladi. Bizani pilovga o'xshab ketadi ta'mi. Tovonimizga oldin yog'imizni solib, piyozimizni solib qovurib olamiz. Keyin bolgarskimizni solib dimlab pishirib olamiz. Tomat, pomidor, chesnoklarimizni solib aralashtirib olamiz. Ozgina suvimizni solamizdan bulgurlarimizni solib dimlashda davom etamiz. Bulgur qaynab chiqqanidan keyin tayyor go'shtlarimizni solib past olovda 1 soat davomida dimlab pishirib qo'yamiz. Bu arada bizning bulgurlarimiz ham ishib chiqadi. Shu videoda ko'rib chiqsangizlar bo'ladi. Yoshligimdan pilovni yaxshi ko'radigan odamlar uchun bulgurning ta'mi dim yaxshi aniq hamda hisobi правильный питаниyadan ham mo'q buyuriladi. Taomimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, mehr, like va kommentariyaringizni kutib qolamiz. Kelgusida nechta taomlarni retseptlari bilan tanishasizlar bo'lsa, sizlarni kommentariyada kutib qolamiz. Rahmat.